Mavzuni davom ettiramiz. Narko jinoyatlarining oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarga qaramasdan, ushbu illatning tarqalishiga qo'shtirnoq ichida xizmat qilayotgan shaxslar afsuski oramizda uchrab turibdi. Eng achinarlisi, ular orasida aynan huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari ham borligi dilni xira qiladi. Avvalgi ko'rsatuvlarimizda poytaxtning Olmazor tumanida ichki ishlar xodimi xizmat uyida narko laboratoriya tashkil qilgani va shu ishi tufayli gumonlanuvchi sifatida qamoqqa olingani haqida xabar bergandik. Gumonlanuvchiga oid tergov ishi hujjatlari jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudiga yuborildi va sud jarayonida mazkur jinoyat ishi atroflicha ko'rib chiqildi. Xo'sh, sud jarayonida gumonlanuvchiga qo'yilgan barcha ayblar o'z isbotini topdimi? Unga qanday jazo tayinlandi? Bu haqda navbatdagi lavhamizda bilib olasiz. Sud jarayonida qayd etilishicha, Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari hamkorligida Toshkent shahrida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri davomida Olmazor tumanidagi Shon-Shuhrat mahallasi profilaktika inspektorining xizmat uyidan 10,5 kilogramm alfa PVP va 4 gramm Spice sintetik narkotik vositasi hamda boshqa turdagi narkotiklar topilgan. Ichki ishlar xodimi giyohvandlik vositasini suyuq ko'rinishda olib, narko laboratoriyasida quritgan hamda zakladka usulida xaridorlarga tarqatib kelgan. Tergov hujjatlariga ko'ra 1995-yilda tug'ilgan sudlanuvchi 2019-yil dekabrdan Olmazor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 1-son ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori, 2023-yildan esa Olmazor tumanidagi Shon-Shuhrat mahalla fuqarolar yig'ini profilaktika inspektori vazifasida ishlab kelgan. Sudlanuvchining ta'kidlashicha, u noqonuniy faoliyatini 2025-yilning aprel oyida boshlagan. Dastlab u narkotik vositalarni zakladchik sifatida tarqatgan va kuryerlik xizmat haqini kriptovalyutada olgan. Sud majlisida sudlanishimiz quyidagilarni bayon qilib o'tdiki, ya'ni moliyaviy qiyinchilik, qimor o'yinlariga mukkasidan ketganligi sababli ko'chadan qarz bo'lib qolgan, bundan tashqari kreditlar olgan, bu kreditlarni to'lash muddati kelgan va moliyaviy qiyinchilikka duch kelganligi uchun qo'shimcha ish izlagan, internet tarmoqlari orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali qo'shimcha ish izlab, botlarga aloqaga chiqqan. Ular dastavval yuk yetkazib berish, dastavka boshqa kabi ishlar bilan topshiriqlar berishni boshlashgan. Keyinchalik esa narkotik, ya'ni narkotikni yetkazib berish, tashish va oxirida hozirgi holatimiz aniqlangan holat bo'yicha o'z xizmat uyida narko laboratoriya, ya'ni uni tayyorlash, narkotik giyohvand moddalar hamda noqonuniy kriptoaktivlar faoliyati bilan, savdosi bilan shug'ullanib kelgan. Sud jarayonida sudlanuvchi sodir qilgan jinoiy harakatlardan chin ko'ngildan pushaymon ekanini, ushbu qilmishlarni oson pul topish ilinjida sodir qilganini bildirdi. Unga nisbatan qo'yilgan barcha ayblovlar o'z isbotini topdi. Sudlanuvchiga nisbatan hukm o'qib eshittirildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-moddasi orqali 273-moddasining 5-qismi va 278-8 moddasi 3-qismining A bandidan nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilsin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan sudlanuvchiga uzil-kesil 3 yil ichki ishlar organi tizimida ishlash huquqidan mahrum qilgan holda 12 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 61-moddasiga asosan tayinlangan jazolar alohida ijroga qaratilsin. Tayinlangan ozodlikdan mahrum qilish jazosi umumiy tartibli koloniyalarda o'tatirilishi belgilansin. Sudlanuvchi hukmni qo'lga olgan kundan boshlab 10 kun ichida apellyatsiya sudiga shikoyat arizasi kiritmasa, hukm qonuniy kuchga kiradi. Xulosa shuki, sudlanuvchi oldin ichki ishlar xodimi bo'lmaganda balki yengilroq jazo olgan bo'larmidi? Qonunni himoya qilishi kerak bo'lgan xodimning o'zi qonunni bila turib buzsa, unga nisbatan jazo og'ir belgilanishi kerak. Zero bu boshqalar uchun o'rnak bo'ladi. Nodirbek Shamsiddin, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.